Mana og'ayni shu 100 gram benzin, 100 gram benzin ulandi hozir qani joy. Mana shu 100 gram benzinimiz. Mana shu. Hop, qani. Mana 100 gram benzinimiz. Mana ko'rindimi? 100 gram. Hop. Mana shu karburator ishlashini hozir ko'rsatdim sizga. Hozir endi necha kilometr yurar ekan. Bitta aylanib kelaman hozir. 00 qilib qo'ydim speedometrini. Hozir ko'ramiz. Mana shu 100 gram benziningiz bilan ketyapman. Shahar stilida 2 3 2 3 qilib ketyapman. To'rga ham urayotganim yo'q. Mana shahar ichidagi stilda shu 100 gram benzin. Hozir ko'ramiz necha kilometrga yetar ekan. Tortishlari dadilonma tortyapti. Chotki tortyapti mashina. Motoringizda problema bo'lmasa, xudo xolasa mana shunaqa ishlaydi. Hop, mana yetib keldim. Mashina hali o'chgan yo'q, mon qarang mana. Zaodno zavod bo'lishlarini ham ko'rib olasiz. Mon qarang. Hamma yo'g'i zo'r bo'lsa mashinangizda mana zavod bo'ladi mashina mana. Ko'rdingizmi? Chiqqa tushiga mana. Qarab turing. Ko'rdingizmi? Chiqqa tushiga oladi. 2 kilometr 400 yurdi mana, ko'rinyaptimi? 2 kilometr 400. Mana. 204. Hozir baklashkani ko'ramiz, qancha qoldi ekan. Hali o'chgan yo'q mashina. Xo'p. Başta oxiri bo'pti уже. 2 kilometr 400 yurdi. Shunda 100 ni chiqarib yuboring, yana boring, yana 2 kilometr 300 ham deb qo'ying. Mana shlangning ichida benzin qaytib tushdi ichiga. Xo'p, shunda 4,5 dan ozroq ishdi hisobda. 2 kilometr 300 ga bo'lasiz. 100 gram benzinni 100 ni kalkulyatorda 100 gram benzinni bo'lasiz 2 kilometr 400 ga. O'zi 400 bo'ldi, po faktu no 100 metrni chiqarib yuboring, bu yoq qilib hali shubha bo'lib qo'ysiz bo'lsa, agar qo'qqisdan demoqchiman. Qisqasi shu 2 kilometr 300 ham deb qo'ying. Ana 2 kilometr 300 bo'lganda shunday 4 3 bo'ladi. 2 kilometr 200 yurdi deydigan bo'lsangiz 4,5 ta bo'ladi bu. Lekin po faktu 2 kilometr 400 yurdi mana hozir mana shu mashinada. Bu ukamiznikini bitta aybi bor ekan, hozir shuni agar ashnisi yaxshi bo'lganda bundan ham ko'p yurardi. Mana obrotkasi tiqilib qolgan ekan, hozir kuydayman buni. Obrotka ketmayapti. Benzin nazozidan kelgan napor bunday davleniya bilan turadi-da, bunda hozir obrotkasi tiqilib qolgan. Shu holatda ham mana 2 kilometr 400 yurdi mana bu.